Sovchilarni kutganda qo'yiladigan somsa retseptini siz bilan bo'lishaman. Assalomu alaykum. Birinchi ishimizni elangan un bilan margarinni kroshka qilib olishdan boshlaymiz. Ketidan razrixlитель va tuzni qo'shib birov aralashtirib olamiz. Endi qaymoq yoki smetana va pyure milki mahsulotlaridan foydalanaman. Bitta dona tuxumni chaqib yumshoqqina lekin qo'lga yopishmaydigan elastik xamir qorib olamiz. Salofanga o'raymiz. Yarim soatga morozinlikka olib qo'yamiz. Bu orada nachinkasi uchun mayin va yupqa to'g'ralgan piyoz, kartoshka, ozgincha tumba yog'i, qiyma go'shti, tuz va ziravorlarni aralashtirib tayyorlab qo'yamiz. Endi esa tingan xamirimizdan 20 ta dona somsalar uchun yong'oqdan kattaroq zuvalachalarni dumalatib olamiz. Har bir zuvalachalarni unlab dumaloq shaklda yoyib olamiz. Yarim o'rtasidan kesamiz va bir tomoniga bir qoshiqdan nachinka solib, xuddi videoda ko'rganingizdek lola ko'rinishda o'rab olamiz. Tagini yaxshilab chimdib tugib olamiz. Somsalarimiz yaltillab, yana chiroyli bo'lib chiqishi uchun ustiga tuxum sarig'ini surtib, kunjut, sedanalar bilan bezatib olamiz. Oldindan tepa-pasti teng yoqilib qizib turgan 180 gradusli duxovkada 40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Endi bu somsalarni chiroyli qilib mehmon dasturxonimizga souslar bilan birgalikda tortamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.